Assalomu alaykum. Navbatdagi xonadonimizga kelganmiz. Bu obyektimizga qilib bergan ishlarimizni tanishtirib o'tamiz. Baliqchi tumanida xonadonimizni andijonlik Hasanboy dizayner bilan birgalikda qilib berilgan. Kiraverish garaj qismi Rolsayn doroza qo'yib berilgan. Pultli darvoza. Xo'p, obyektimiz juda ham shinam, kompaktli chiqqan. Sababi obyektimiz rosa borsa 3 sotiq yo 3,5 sotiqli obyekt. To'g'rida navesimiz tushgan. Shun juda ham shinam. Xo'p, xonadonimizda remont ishlari yakunlangan ekan. Bu obyektimizga qilib bergan ishlarimiz eshik romlarni imzo termo profildan qo'yib berganmiz. Barchasi o'sha termo 78 profildan bo'lgan. Kompaktli chiqqan xonadonimiz juda ham. Endi bu obyektimizda asosan ishlatgan materiallarimiz termo profildan bo'lgan. Keyin hovlimiz kompaktli bo'lgani hisobiga splashnoy holatda, bo'g'imsiz splashnoy holatda ishlatganmiz. Hovlimizni yanada kengroq qilib ko'rsatadi. Ko'rishingiz mumkin. Mana romlarni ham 90 gradusli avariy holati polni oyna bilan ishlab bergan. Juda ham chiroyli chiqqan 90 gradusli profillarimiz bilan. Xo'p, kiraverish qismi eshigimiz, ikki qanotli eshigimiz bor. Termo 78 avariy holatda bo'ladi. Ochilib yopilishlar juda ham zo'r holatda, panoramli holatda bo'lgan. Xo'p, razmerlarimiz balandligi 2.65 bo'lgan, eniga 2.30. Bu tomonimiz 2.60. Yon tomonimiz katta panoramli oyna bo'lsa, bu tomonimizga bitta ochilish qo'yib berganmiz havo aylantirish uchun. Xo'p, bu tomondagi xonamizga razmerlar 2 metr, 2.60 balandlikda. 2.60 balandlikda bo'lgan. Bir tomon katta panoramli gulxo'y, bir qismi ochilish qilib berganmiz. Termo 78. Tashqi tomon juda ham chiroyli romimizni. Tashqi qanaqangi avariy holatda bo'ladi. Uzun vada sliflari ham passajli profillar bilan birgalikda qo'yib berganmiz. Podokonnliklar bilan. Juda ham yorug' chiqqan xonamiz. Hop, bu tomonimizda glavniy kirish eshigimiz razmerlari 1.45 ga 2.80 balandlikda, teng 2 ga bo'lingan splashnoy holatda bo'g'imsiz ochilish qilib berilgan. Mana termo 78 imiz. Ochilib yopilishi juda ham zo'r, idealniy holatda chiqqan. Hop, bu tomonimizda ham o'sha o'ng chap ochilish qilib berganmiz. Romimizni 2 metr 2.60, o'ng tomon ochilish, bu chap tomon ochilish. Hop, bu tomonimizdagi xonalarimiz 70 lik romlarimiz tushgan, balandlik bir xil 2.60 ochilish qilib berganmiz. Bularni ham ochilish qilib berganmiz. Razmeri 60 mi 58 atrofida bo'lgan, balandlik 2.60 kichkina bo'lishada ochilish qilib berganmiz mana. Juda ham kompaktli, juda ham chiroyli chiqibdi. Endi splashnoy holat qilinganda xonaning ichi ko'rinib qolishi mumkin deyishinglar mumkin. Ichidan mana qangi splashnoy holatda jaluzi parda tortib qo'yilsa juda ham chiroyli chiqadi. Yorug'ligini ham to'smaydi. Mana. Bu tomonimizda o'sha surma eshigimiz bor. 2 qavatli surma paket oynadan bo'lgan bu ham. Hozirgi holatda termo profillarimizni shu xonadon uchun $225 dan qilib berganmiz. Termo 78 profillarni. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol aloqa chiqishingiz mumkin. Inshaalloh ishni sifatli qilib bitkazib beramiz.